Bu videoda xodimlar o'chirib qo'ygan yoki o'zgartirgan, nima qilgan ish bo'lsa, qanaqa qilib tekshirish mumkin? O'shani ko'rib chiqamiz. Hozir bosh buxgalter bo'lib kirgan holatda 15 mayda 460 million so'mlik sotuvni turibdi. Yordamchi buxgalter bu bazaga kirdi. Bazaga kirdida shu narsani o'chirib tashlaydi. Buni tekshirish ko'rib chiqamiz. Yordamchi buxgalter tajribasi yo'q deb hisoblaylik. Bazaga kirdida shoshib nimadir bo'lib o'chirib qo'ydi. Shu dokumentni pametkaga berdi va o'chirib yubordi buni. Realizatsiyadan bitta dogovor o'chirdi. O'chirib yubordi buni. O'tdi. Shot faktorani qo'shib o'chirdi. Xullas o'chiradi-da, 100% o'chirib yuboradi. Keyin yana bir ikkita ish qilishini ko'ramiz. Masalan, Nosirovga 150 million sotildi degan narsani bu uslugini tek bilan o'chirib tashlab, izminit qilib saqlab yubordi. Baribir 150 million ko'rsatyapti. Hozir biz shuni 100 million ko'rsatish kerak dedi. 100 million. 150 million edi, 100 millionga bo'lib qoldi. Mana shu xato. Buxgalter ertasiga keldi. Bir kun o'tdi-da, keldi, kirsa nimadir o'zgargan yoki sezadi yo sezmaydi. Necha kun vaqt o'tgandan keyin sezishi mumkin. Qanaqa qilib topadi? Xo'p, administratorga kiradi, обслуживаниеga o'tadi, jurnal registratsiya turibdi. Bu yerda 200 ta показатель beryapti. Mayli ko'proq qolishi ham mumkin. Mana 1000 ta qilib qo'yamiz. Taxminan biladi qaysi chisloda ishlagani va tekshiradi xodimni. Yordamchi buxgalter qilgan ishlar bo'yicha aynan qaysi operatsiyalarni hammasini belgilasa, nima ish qilmasa hammasini beradi. Qovursin, hammasi tursin. Pamet bitta событияni beradi. Ana endi ko'rsak bo'ladi. Xo'p. Yordamchi buxgalter kirdi, nimalarni qilgan. Bu yerda hozir juda ko'p izmeneniyalar turibdi. Biz bulardan topishimiz qiyin, shuning uchun aynan udaleniyani bitta ko'raylik. Hammasini o'chiramizda, faqat udaleniya событияsi bo'yicha ko'rsatgan deymiz. Xo'p. Mana udaleniya. Realizatsiya 15-maydagi dokumentni o'chirgan. Shot fakturalar ham yo'q. Mana o'chirgan. Nimani o'chirgan ko'rsatyapti. Endi bu dokument o'chgandan keyin albatta bu narsa bo'lmaydi. Xo'p, endi nimalarni o'zgartirgan? Изменениyaga o'tamiz. Poisk beraylik. Изменение mana shot fakturadan realizatsiyani o'zgartiribdi. Bunga bosib kirsak bo'ladi, chunki u bor. Mana shu hujjatda o'zgartirgan. Mana shu tartib bilan sekin, shoshmasdan отборlarni to'g'ri qo'yib, masalan, bular kerakmi, bularni bitta-bitta galchkani olib qo'yib, mana bu yerda состояние, выбор, bu yerda состояние degan событие degani nima ish qildi o'zi, nima ish bo'yicha o'shalarni bitta-bitta qo'yib, ikkitasini qo'yib yoki anaqa bittalab tanlab bitta shunaqa qilib tekshirib olsa bo'ladi. Nima ish qilganini shu tariqa bilib olish mumkin. Masalan, bazada o'chib ketdi, bitta narsa qildi deyishdan avval buxgalter o'tirib bitta-bitta tahlil qilib chiqish kerak. Bunaqa tahlilni ITSdan konsultatsiya qilib bermaydi. Faqatgina xuddi shu operatsiyani qilishingiz mumkin deb ko'rsatib ketishi mumkin. Bu buxgalter ishi, bitalab qidirib, o'sha xodimi qanaqa ishlagan bo'lsa, qidirib topib olsa bo'ladi. O'zgartirib, qaysi dokumentlarda o'zgarganini ko'rsatyapti. Mana bu shu tartibda tahlil qilish mumkin.